Mana men atrofda deyapman-da. Javoqni men o'z qaramog'imga oladigan bo'ldim, ota-onasiga men va'da berdim. 1 yil ichida men o'zim qarab yuraman ovqatiga, boshqa narsasiga. Qanday tuvaletga boryapman. Xo'p do'stlar, mana biz Xitoydamiz. Xitoyda Toshkent degan shahrdamiz. Xo'p, javob taassurotlar qanaqa? Ishlab eson-omon darslarni unutib eson-omon yetib keldingizmi? Yetib. Asosan nimaga? Sizda tinchmi? Yaxshi. Shu Bahrom aka yo'qolib qoldi, o'shani qidiryapti. Mayli, Bahrom. Nimanidir qidiryapti Bahrom. Wi-Fi qidiryaptimi? Xo'p, hozir do'stlar biz Toshkentdamiz, bilet oldik aeroportda. Xudo xolasa gidetda yarim soatmi 40 minutlardan keyin uchamiz. Assalomu alaykum ishda. Xo'p, do'stlar, hamma free Wi-Fi qidirishga kirishdi. Hozir men free Wi-Fi topishga harakat qilaman. Qayerdadir Wi-Fi bo'lishi kerak. Hop. Hali ham biz Toshkentdamiz. Xudo xolasa 40 minut emas ekan, 1 soatdan keyin ekan. 1 soatdan keyin uchamiz Xitoyga. Xitoyda 4 soat kutamizda. 4 soatdan keyin Yaponiyaga xudo xolasa. Past tarafda coworking bor ekan. Zaryadkalar qo'yib, planshetlar qo'yib ishlashyapti. Mana aeroportda san'at qanaqa darajada ko'rib qo'ying. Tayyormiz. Samolyotga chiqamiz. Mana biz o'rta olib.
geldik. Xitoy uni menga yoqdi-da. Qazinsan? Xitoy uni menga yoqdi deyman. Hamma yoqib kelgan. Hali kelganimiz yo'q qizlar. Yo'qdi deyishlar. Ayniqsa stewardessalarning muomalasi yo'qdi menga. Muomalasi masalada. Muomalasidir. Ayniqsa suv olib kelib xizmat qilishlari, keyin please give me one more water desa endi o'tirishlari yana bir suv olib keling degan payti to'g'ri. Bahromda qanaqa hissiyat bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz asosan? Qanday Bahrom aka? Men ko'p ichganman. Bitta paket bilan kelsam bo'lardi, biling. Ko'p ichgandim, bilmayman. Bolalarda ekskavatorda yurishga ko'ndirdim. Chunki javobga men va'da bergandim ota-onasiga. O'zim qarab yuraman deb. Bular peshkom surmoqchi edi, lekin ekskavatorda ancha yengil ekan. Shunda ekskavatorda biz bitta bir 100 qadam ekonom qildik. 100 kilokaloriya ekonom qildik. Hali Bahrom aka Qasansan, aynan nima yoqdi sizga? Ana opa. Faqat opalar yoqar ekan asosan. Faqat qizlar yo'q. Ha, yo'q. Seriz boshqanasi yaxshimisiz? Mayli, o'zlarini bilasizlar, nima desalar ham prosta daromga chiqib ketadi-da video. Lekin aeroportda qozoq qizlar ekan. Ikkita. Qozoq qizlar zo'r. Aeroportda. Ha? Ovqat qanaqa ekan ovqat? Fish and chicken. Musor. To'g'risini aytsam, ovqatdan tam bir Xitoy ovqatida aynan. Fish zakaz qildim men. Mana ekskavator yo'qdi. Menga uyimga qo'yaman inshaalloh. O'ziga baytgan paytim? Hojatxonaga borganda peshkom bormaysizlar, mana ekskavatorga shunday o'tirasizlar, olib qo'yadi. Manasini syomkan zo'r. Syomkan zo'r. Bahrom aytyapti. Asosan Bahrom aytyapti. Men bilaman-ku, qayoqqa borishdi? Qayoqqa? Baha ashunlar qanaqa bo'ladi? Kecha ham uyqum-da, ham uyqum-da. Yo'q. Shunlar qanaqa bo'ladi? Bular bilmayman, uyqudan qancha to'ymayapti-da. Maqsad bo'lar ekan. Qizarib ketmoq. Mayli, Yaponiyaga boramiz. O'tamiz endi bular. Xo'p do'stlar, aeroportdamiz. Xitoy aeroportida 138 yuan. 138 yuanlik pizzamiz. Truffle cheese pizza ekan. Sirli pizza taxminan $23 bo'lar ekan. Ajoyib narxlar. Qanaqa shinalar?
Uykum geldi. Konum başına. Peresatkaga chiqdik. Ikkinchi samolyotdamiz. Xitoy Fukuoka, ya'ni Yaponiyaga. Shanghai Fukuoka. Shu Xitoy, Shanxaymi? Xitoyda. Shanghai alohida. Do'stlar, Xitoydan Yaponiyaga ketyapmiz. Javob qanday qilib uxlab ketaman bunaqa joyda deb o'ylab siqilyapti. Siqilmay javob. Dolar Yaponiyaga keldik. Qanaqa shishindi javob? Yaponiyaga keldik mana. Chotki. Chotki emas. Chotki potki motki. Bu da. Chotki potki ekan. Emas. Biroq hali Yaponiyaga. Qani? Bizni kelinglar. Sheriklarimiz. Xo'p, mana shunaqa ID karta uchun mana bunaqa informatsiya to'ldirish kerak ekan. Hammamiz to'ldiryapmiz. Yaponiyaga kelgandan endi ID karta bilmayman qancha vaqt uskut qilamiz. Bu yoqda очередь juda ko'p. Biz pastga yozib bo'ldik. Pasport serial nomeri bormi? Xo'p do'stlar, Yaponiyaga keldik. Xonamizga joylashdik. Xo'p, o'zimiz bilan qonlar olib kelganmiz, stabilizator olib kelganmiz. Blok solish uchun hozir muqatda asosan 4 ta etaj qilib ishlayapti. Yapayapsizmi? Hozir stabilizatorda настройка qo'ysam shu bilan vloglarda bloklarni boshlaymiz, xudo xolasa. Shunaqa gap. Choyga qo'yaylikmi? Xonalarni tanishtirsam, bu oshxona. Tak keyinroq boshqani tanishtiraman. Wi-Fi. Xo'p do'stlar, biz vlogni boshladik. Stabilizator test qilyapmiz. Obdaymi? Ne oldu? İstim. İyi. Yani oldu. Uyda Qayta. shunday Aynan ichi bor-ku, qancha yolg'on ketgandan. Bo's. Tuhmatdan. Yuraman. O'tiringlar. O'rtada qizni yemaydi, yaxshi narsa ekan.
Yuvarayach falan. Ana uni harakat qilib ko'raylik. Umrimda birinchi marta. Oxirgi marta. Oxirgisi ham bo'ladimi deyman, nechota bo'lib turishdi. O'zliymi? Bismillahirrohmanirrohim. O'zganaymi? Harakat ko'rinarcha. Fega. Yuvash kerak. Vilka deyishga harakat qilib ko'ramiz. Ko'zga tomladi. Ha. Ko'zga tomladi, dorida ko'zay. Mana maytara bezakdan. Yuqori. Ye ko'rolmaymiz hamma narsani. Mana bu. Bu Qarab beryapsiz meni kameramga. qanaqa degan Biz chiqib turishimiz kerak deyman, cho'ta. Aniqlanmayapti. Agar ovqat yeyish Tomoshalar. Ovqat yeyishga harakat qilamiz. Mana ovqatda. Yapar. Zajgalka nima kerak menga mana bu? Masalan, mana. Bitcoin Isitmasa deyman. zo'r ketyapti. Va qo'shida yeydi. Qanday ishlaydi? Qanday ishlaydi buni? Mana o'sha umuman qimirlamaydi. Tepasidagi mana ikkita barmoq qimirlatadi. Pastdagi umuman qimirlamaydi. Bo'ldi, вообще osonmi? Mana ishlatilmagan yangi hashigimga keryapsiz. Hashi. Harakat ham qilib ko'rmadingmi? Xo'p, pastdagi barmoq qimirlamaydi, faqat tepadagi. Unday qilishimiz kerak. O'rganinglar. Qanday qilishimiz kerak? Bir oydan keyin bayramga chaqirib qo'ysa, menga qoshiq olib kelib bering, siz olib kelib bermaydi. Patilarda. Pati. Yaqin O, ishimiz. kerak emasda. Xo'p, Mana o'sha salab. buni ishlatib bo'ldik, endi vilka deymiz. Qanaqa ekan? Ona borona Xitoyda ovqat yeb, qaytib olib ketdi. Вообще gapirmayman o'rta. Menga yevarni ikkitani bilaman. Ana u zapis qilayotgan payti har xil bunday gaplarni gapirmang, iloji bo'lsa. Mana YouTube'ga ketib qolishingiz mumkin. Men gapirganimdek YouTube'ga ketmaydi. Karam bor ekan, bilmabmiz. Nima qizimlar nima dedi? Yemay qo'ygan yeydigan narsa o'taman. Qaysi manami? O'rtadagi. Bu. Gilos ko'pshaydi. Yeyiladigan narsa emas ekan, короче. Ishlab qo'ydim, kuymaydi. Oshga go'rchoq yeyman 2 kilo. Bittasi lazım, bittasi alangan. 2 kilo. Bizga 60 mingni ertaverar ekanmi? 60 mingni bana beradi. 30 ming. Ikki bo'lib beradi. Bir oy 30 Lekin sanjarlarga 60 ming birdan deyapti-ku. bu deb shu gapi. Kim sanjar aytdimi? 30 ming bergan. Filmni stabilizator. Filmni ne diyeyim? Ana ko'raylikcha. Cho'plarda boshladik. Hasanboy. Javohir. Hasanboy, Javohir. Ismi bilmayman. Uxlamaganda. Mana. Zafarboy. Kunimiz boshlandi Yaponiyada bugun. Tugadi kun. Tugadi. Mana o'chirib qo'ydi. Bosver.
yaxshi, xursandlar yaxshi. Buni yoqimdimi? O'rtadayin o'chir. Bos. Ha, boya gazda bir ikki marta baqirdim-ku men. Ustidan qo'ygandan keyin o'zi Bosilmayapti o'rtada. boshqasini bos. Abi svet ekan. Ha, bo'ldi. Hamma nima ekan? Mana bu narsa. Yevring zo'r narsa ekan. Men hozir yeb tugatdim. Akaga. Mandini pishirib pishmas ekan. Qolganlardan yaxshi. Aytdim, mantiq o'xshaydi. Bo'lichga berdi-yu, 1,5 soatlik ichishda. O'sha bo'lichkani yeb turadim. Kimlarni ko'ryapmiz? Kimlarni ko'ryapmiz? Qancha? Nima olib kelyapti? Qo'lda. O'zbekchalarmi? Voy, bular delta forskamanda yig'ildik-ku, bilingni. Bratan, islom keroliklar. Rahmat. Charchamak. Sizda zo'rmi? Charchamasmi? Xudoga shukr. Delta Force. Qancha? Yaxshimi? Charchamasdan? Sahonaga oldindachilar adreshi. Guruch bilan tovuq go'shti. Yoğurt olduk. Bizda memlarimiz boshlandi o'sha. Komodisov kelgandan keyin. Nonni qaraylar, qarab Ben de Sky katası başladı. Ya, lekin ana shu olib kelib yaxshi qilibsizlar. Bizde albatta